o'z yurtgisi nimalarda yo'l dabdala ekan-u. Ne lokatsiya tashalgan joy kelmaysizlar? Ozgina yursangiz bo'ladi. Dangasamisiz? O'shaning uchun chaqirdim deysiz, ha? Yo'lda dabdala bo'lyapti, loy bo'lyapti toki, endi yurdim boshqa. Shuning uchun pul topyapsiz, shuning uchun pul olyapsiz. Bo'pti. Hamma aqlli o'zi bor. Mana shu bo'lsa kerak. Xolmi aka bagaj ochib yuborasizmi? Bo'ldi aka, mana ochib yubordim. Aka, sekiroq yopiring. Ne bagaj ochib bermadingiz, ne unaqasini o'zi sizlar? Yo, sizlar nimaga unaqa dangasasiz-da? Bu sizlar vazifali shakli o'zi. Alo, aka, men dastlabki olib keldim Yandexdan. Nechinchi etaj edi? 9-etaj. Aka, lift ham ishlamas ekan-ku, qanaqa chiqaman 9-etaj? Men eshikdan eshikgacha berzaganman. Bu sizni muammongiz. Ha, bo'ldi aka, tushundim, hop. Men bo'lmasa pastga qo'yaman-da, pulingiz ham kerak emas aka. Olib chiqib olarsiz o'zingiz. Bo'ldi, ketolman hozir. Yo'llaman. Hozir qo'ymay turasiz. Eshikni ochasizmi? O'zingiz ochib o'tiravering. Men konfor chaqirganman. Mana Yandex. Bitta 2 qadam yura olmaysanlar. Bitta bagaj ocha olmaysanlar. Bitta 9-etajga narsa olib chiqtirmoqchi bo'lasanlarmi? Sen eshikni ocha olmayapsan. Nima bizni senlar? Qo'limiz ham. Menga qara, birinchi o'chitdi, odamgarchilik turadi. Hamma dangasi bo'lib ketgansanlar. Nima bo'lyapti odamlarga tushunmayapman, boru miyaga chiqdilar, asablarim buzilib ketyapti. Karachi o'zing yetib ol, bugundan boshlab kira ham qilmayman.